Ulamolarimiz aytayaptiki, sizga kimdir zulm qiladigan bo'lsa, uni kechirmasangiz, qiyomatda albatta uni yaxshiliklarini olasiz. Aniq bu. Alloh saqlasin birovga zulm qilishdan. Kimdir zulm ko'rgan bo'lsa, kechirmasa, albatta undan yaxshiliklarini qiyomatda oladi. Ammo kim zulm qilgan kishini kechirib yorsa-chi, ajrini Alloh taolo beradi. Qaysi biri yaxshiroq? Allohdan ajr olish yaxshiroqmi yoki bizga zulm qilgan odamning yaxshiligini tortib olishmi? Allohdan ajr olish mahbubroq azizlar. Shuning uchun kechirib yorganimiz, afv qilganimiz yaxshiroq ekan. Alloh barchamizga mana shunday kechirishlikni nasib qilsin. Ba'zi bir kishilar aka-ukasini kechira olmayapti. Ba'zi bir kishilar ayollarini kechira olmayapti. Ba'zi bir kishilar farzandlarini kechira olmayapti. Yo'q, oyatni sizga o'qib beraman. Faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh. Kim afv qilsa, shu bilan to'xtamayapti. O'rtani isloh qilsa, uni mukofotini Alloh subhanahu va taolo beradi. Hatto qiyomat kunida nido qiluvchi nido qiladi. Alloh uchun bir-birini afv qilganlar qani? Allohning huzuridan mukofotlarini, ajrlarini olsin deb nido qilinadi. O'sha nido qilinganda, ya Robbi, men bir birodarimni Xudo uchun kechirib yoruvdim deb maqtanish, oldinga chiqish, savobni Allohdan olish qanchalik yaxshi azizlar.